Siz haliyam ovqatim yaxshi hazm bo'ladi deb ovqat bilan birga choy ichasizmi? Bu noto'g'ri. Choy tarkibidagi tanin moddasi hamda turli xil mikroelementlar ovqat hazm qilish jarayonini buzib, ovqat tarkibidagi kerakli bo'lgan temir moddasi, shuningdek boshqa shifobaxsh mahsulotlar tarkibini buzish hamda ularni parchalab tashlash xususiyatiga ega. Shuning uchun ovqat bilan birga choy ichish tavsiya qilinmaydi. Agar siz sport bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, albatta buni ovqatlanishdan yarim soat oldin shug'ullanishingiz kerak. Shuningdek, sayr qilmoqchi bo'lsangiz esa ovqatdan keyin yarim soatdan keyin sayr qiling. Bu foydali. Ovqatdan keyin chekish mumkin emas. Chunki sigaret tarkibidagi nikotin ovqat tarkibidagi shifobaxsh moddalarni parchalab tashlaydi. Nosog'lom uyqu, ya'ni bizda ko'pchilikda o'zbekchilikda ovqatdan keyin yotib olish kuzatiladi. Bu ham mumkin emas, chunki bu hazm qilish jarayonini buzib, oshqozondagi har xil og'irliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ovqatdan keyin darhol dush yoki vanna qabul qilish ham tavsiya qilinmaydi.